Bugungi manzil Farg'ona shahar Frunze masjidi uyimiz sotilyapti. 5 qavatli domning 2-qavatida 2 xonalik skvoznoy uyimiz sotilmoqda. Roma Aqua mana turgan jihoz qoladi. Uyimiz depol bor ekan. Kirganda 10 tomoni birinchi xona. Holati yaxshi. Mehmonxona. Holatini bitta ko'rasan boyaki. Yog' solib qo'yamiz, yengil. Holati mana yumshoq mebel qoladi. Zal toza, pokiza uy. Veranda 6 metrlik. Holati yaxshi. Svet, suv, gaz bor. Ha? Endi bu eski oshxonaning o'rni. Qarang. Vatan bitta xona, lekin chirog'imiz yo'q ekan. Ming bor uzr so'raymiz. Hamda hammom bola, zo'r bola, ana hammom bolani bitta qilib olishgan, o'zi bilasizlar, albatta hammom alohida, hojatxona alohida bo'lardi. Uyda egasi bitta qilib olibdi. Zo'ra? Farg'ona shahar Frunze masjidi uyimiz sotilyapti. Ro'va eshikdan kirasiz 10 ta xona bor, chapga xona bor. Hamda bag'i eski oshxona o'rni, veranda 6 metrlik hojatxona. Xo'p, obunachilar Farg'ona shahar Frunze masjidi bo'lyapti. Bu tomon Kif universitet, bu tomon Radoga bog'chasi. Domimiz sotilyapti. 2-qavatda 2 xonali uy sotilyapti. Narxini 31,5 ming AQSh dollari deyapti. Savdolashga imkoniyat bor. Mobodo yoqsa telefon qilasiz, baraka qo'ramiz. Joy shikalat.